Taniqli xonanda Munisa Rizayeva og'ir ahvolda muxlislariga jiddiy murojaat bilan chiqdi. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarini biroz xavotirga solgan xabar bilan bo'lishdi. Instagram sahifasida yozishicha, u kecha to'satdan jiddiy og'rib qolgan va hatto o'rnidan ham tura olmagan. San'atkor murojaatida barchani o'z sog'lig'iga e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Munisa Rizayeva odatda sahna, klip premyeralari va ijrolari bilan faol bo'lgan san'atkorlardan. So'nggi yillarda bir nechta hit treklari bilan yuqori pog'onalarga chiqqan. Konsertlardagi energiyasi esa muxlislar tomonidan doim iliq qarshi olinadi. Shu bois uning birdan kasallik sabab faoliyatini to'xtatgani ko'pchilikda tashvish uyg'otdi. Ashulachi ko'p, ammo san'atkor kam. Taniqli xonanda Yulduz Usmonova bu bilan nima demoqchi? Ovoz eshakda ham bor deyilgan gap bekorga emas. Ashulachi ko'p, lekin san'atkor juda kam. Qani bugungi ko'rsatuvlardan, loyihalardan yaxshi iste'dod chiqsin. Haqiqiy san'atkorda talant bo'lsa, u boshqa joydan chiqadi, dedi Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovani bu fikrlari qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir bu gapni haqiqat deb qabul qilgan bo'lsa, kimdir esa haddan tashqari qattiq tanqid sifatida baholamoqda. Ammo bir narsani tan olish kerak. Yulduz Usmonova o'zining samimiyligi va to'g'ri so'zligi bilan yana hammani o'ylashga majbur qildi. Shou biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.